Mashinaga 30 ming dollar sarflangan, krasavchik ko'tariladigan sistema qilingan. Mercedesni mag'lub etgan mashina. Eplab bo'lmaydi bu mashina. Okay, qanaqa sig'dirishgan buni? Jon tarafga qayildi. 5 yil mobaynida yig'ilgan mashina sotuv. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sotuvda BMW E30 M3 modeli O'zbekistonda mutlaq yagona bo'lgan, aynan bunaqa custom tuning qilingan, mashinaga 30 ming dollar sarflangan, 5 yil mobaynida yig'ilgan mashinamiz sotilyapti. Egalari yaqin tanishimiz, "Aka, nima qilasiz sotib?" dedim. Yana yangi proyekt yig'yapman, o'shanga sotyapman. Bo'lmasam 30 ming dollardan oshiq pullar ketgan. Narxini oxirida aytaman, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir o'zidan bitta like bosib qo'yinglar, akalar. Mashinamiz haqida qisqacha sizlarga obzor qilib beraman. Videoni uzmaymiz, takoy jaydari video bo'ladi. Ko'p vaqtinglarni olmayman. Tez-tez video qilib berishga harakat qilaman. Tak, mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Polni customli tuning qilingan, noldan proyekt qilingan. Ya'ni bitta mashina olib, polni noldan qilingan. Bu mashinaning rangi candy, ya'ni qimmat kraska bor, shunaqa candy deb nomlanadi. Internetdan qidirsanglar ham qisqacha tushunchaga ega bo'lasizlar. Shunaqa qizil rangidan sepilgan, ya'ni kraskani o'zi palompil. Undan tashqari mana juda ham stil qilingan, ya'ni ko'rishingiz mumkin, kriloni yon taraf, orqa va oldi krilolarning ustidan qo'shimcha shunaqa detal qo'yilgan va oldi bamper va orqa bamperni ko'rinishlari ham o'zgartirilgan, ya'ni o'sha toza juda ham stil qilingan. Tak, diskasini ko'rishingiz mumkin. Diskasini razmeri R18, lekin juda ham shirokiy, orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Shu shirokiyligini saqlab qolish maqsadida aynan krilolari shishirilgan. Undan tashqari mashinamizning pnevma podveskasi bor. Hozir uni ham ko'rsataman, ya'ni pult orqali mashinamizni elektronik tushib chiqadi. Tak, mashinaning motoriga keladigan bo'lsa, alohida bitta tema motori. Qisqacha sizlarga motorni ko'rsataman. Tak, mashinani ko'rishingiz mumkin. Krasavchik, rangi qarang, aka. Undan tashqari mashinani polniy broni plyonka qilganlar. Tak, qisqacha hozir sizlarga aka, motorni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ying, mashinaning rangidan qip-qizil qilib. Chunki siz qancha ko'p like bossiz, shuncha ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lamiz. Qisqacha shu yerda tarixga qaytamiz, ya'ni BMWni aynan shu E30 modeli chiqqandan keyin, M3 modeli chiqqandan keyin juda ko'p poygalar aynan shu mashina bilan bog'liq bo'lgan. Eng ko'p chempion bo'lgan mashina ham aynan shu bo'ladi. Mercedes bilan poyga o'ynagan paytda ham birinchilardan bo'lib Mercedesni mag'lub etgan mashina aynan shu M3 E30 modeli. Tak, bu mashina kapoti shunaqa birinchi oldiga ochilib, keyin orqa tarafdan ko'tarilishini asosiy sababi poyga vaqtida kapot oldidan ochilib ketadigan bo'lsa, oldi labi yopishib qoladi va oldidagi odam yo'lni ko'rmay qolish ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun bu oldi tarafga birinchi ochilib, keyin orqa tarafdan ko'tariladigan sistema qilingan. Tak, motorni ko'rishingiz mumkin, akalar. Xo'p, motor 4.4 litrli M62, adashmasam semyorkani motori. Bu motor bilan eplab bo'lmaydi bu mashinani. Xullas, adashmasam где-то bir 4 sekund ili 4,5 sekundda 100 ga chiqadi. O'sha programmalar urilgan, ko'rishingiz mumkin. Tormozli sistema, глушитель выхлопный sistema и gidravlika, rashidli bachoklari hammasi akkuratni zavodskoy deb qilib qo'yilgan. Motorni hurmatli operator bitta ko'rsatib o'rasiz. Qarang, krasavchik, qarang mashinani. O'zi umuman turuni qarang, вообще boshqa temada. Hattoki mana bu yon taraf spoilerlari qo'yilgan. Tak, bakoyi ham o'zgartirilgan. Karbon teksturadagi akoprint bilan jihozlangan. Tak, mashinani saloniga kirishdan oldin bagajni sizlarga bitta ko'rsataman. Orqa tarafi o'zi obveslarni ko'rishingiz mumkin. Gulshitli sistemalari, hurmatli operator, qisqacha mana shu tey tarafini ko'rsatib berasiz. Tak, hozir mana tey tarafini bitta sizlarga bitta qisqacha ko'rsatamiz. Gulshitli sistemalarni ko'ryapsizlarmi? Hammasi idealniy qilib yig'ilgan. 30 ming dollar bekorga ketmagan. Zadniy mostini ko'rishingiz mumkin. Zadniy mostini o'zi bir alohida tema. Bagajni ko'rsataman sizlarga. Bagajda podium qilib yasalgan bagaji, sistema qo'yilgan, audio sistema, apparatura qo'yilgan, ikkita mentally usilitel, bitta subwoofer и mana bu narsa pnevmaniki, ya'ni mashinani ko'tarib tushishi uchun pnevma podveska qo'yilgan. Qisqacha hozir sizlarga mashinani pnevma podveskasini
ko'rsataman. Tak, motorni olib olamiz, lekin motorni qarang. Aka, qanaqa sig'dirishgan buni? 4 litrli. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Balki endi Qozog'iston, SNGda bordir, lekin O'zbekistonda bir dona avtomobil. Yana bitta hozir qiziq ma'lumot egalari bilan gaplashdim. Aytdilarki, $22,000 bitta 20 yoshli pul beraman, aka menga soting dedi. Lekin men sotmadim dedilar. Keyin aytdim, "Men sotmadingiz aka" desam, chunki u mashinani haydab urib olishi mumkin. Upravlat qilish qiyin. Qoni qaynab turgan yosh bo'ladi 20 yosh. Undan ko'ra sal o'zini bosib olgan, ozgina mashinani yaxshi tushunadigan odamga sotaman. Mashina ham tetik yuradi. Ya'ni mashinani shunaqa yaxshi ko'radilarki, hattoki keyingi odamga sotayotganda o'ylab sotyapti. Shuning uchun bu mashinani 20 yoshdan baland odam, sal endi o'zini bosib olgan, bir 30 larga borgan odamlar sotib olishni egalari tavsiya qilyaptilar. Salonni ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga hozir pnevma podveskasini ishlatib bermoqchi edim bu mashinani. Tak, ko'rishingiz mumkin. Birinchi rulni to'g'rilab olamiz. Motorni eshitamiz ham, akalar, motorni eshitinglar bitta. Motorni eshitinglar hozir. Wow. Xullas aytmoqman, aka, eplab bo'lmaydi bu mashinani. Endi sizlarga pnevma podveskasini ko'rsataman. Tak, rulni to'g'rilab olishimiz kerak uning uchun. To'g'ri bo'ldi. Qisqacha salonni ko'rsatib ketaman. Salonda qilingan ishlar, torpedkalari koja bilan pertashka qilingan. Tak, ruli o'zgartirilgan. Obshivka qismlari o'ziniki turibdi. Lyuklari hammasi cho'tki ishlaydi. Men polniy mashinani tekshirib chiqdim hamma joyini. Ya'ni texnik ishlamaydigan joyini men ko'rmadim. Hamma narsasi cho'tki ishlab turibdi. Sideniyasini ko'rishingiz mumkin. Sideniyasi Recaro sideniya, sportivniy sideniya qo'yilgan. Ikkita oldiga, orqa tarafi o'ziniki. Sideniyalari ham hammasi elektroprividda, elektronli ishlaydi. Tak, mashinamizni o'chiramiz. Pnevma podveskasini sizlar bilan bitta ishlatamiz. Mashinamiz mexanik korobka. Aynan bu motor faqat mexanik korobkada chiqqan. Cho'tki ko'rinyaptimi? Bitta tushiramiz. Mana pult orqali tushiriladi. Birinchi oldi. O. Endi orqa. Wow. Nima deyapti? Ajoyibligini qaranglar. Endi ko'taramiz. Wow. Endi oldi. Qali. Ot bo'ldimi mashina? Xullas, nabodo shunaqa dang'ir-do'ng'ir toshli ko'chalarga kirib qolsanglar, mashinani bemalol ko'tarib qo'yib, shunaqa kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar nabodo mashinani bitta joyga qo'yib ketayotgan bo'lsanglar, shundoq qilasiz aka, mashina shunday yotib oladi-yu yerga. Oldi tarafini. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, balon ichiga kiryapti. Ya'ni o'sha JDM stilda shunaqa bo'ladi. Mana orqa balonni ko'ryapsizlarmi? O'sha razvali jon tarafga qayildi. Xullas, mashinamizni sotilyapti, akalar. Men aytdim egalariga, aka, bekor sotib olasiz. Endi ukam yangi proyekt boshlab qo'ydi, nima qilaman, sotishim kerak deyaptilar. Xullas, mashinani hech qanaqa ishi yo'q, absolyutni. Shunda olasiz, haydaysiz. Prosta kolleksioner bo'lsangiz ham, olib uyga qo'yib qo'yish kerak. Men aytdim, egalari agar arzonroq berganlarida men o'zim olib qo'yardim dedim. Plus o'z shundoq ham arzon beryapti. To'g'ri, $30,000 xarajat qilganlar, shuncha mehnat ketgan, boshqa bo'lgan, lekin shu yangi proyekt qilayotganlar uchun mashinani $22,000 ga sotaveraman deyaptilar. Kimga qiziq bo'lsa, egalarining nomerini opisiyaniyada yozib qoldirib qo'yamiz. Bemalol o'zlariga telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni olib, so'zlashib, xarid qilsanglar bo'ladi. Xullas akalar, bu videoni BMW ishqibozlariga jo'natib qo'yinglar. Tuning House kanalidan uzoqlashmanglar, chunki shunaqa neobishniy kontentlarni, neobishniy videolarni sizlar uchun qilishda davom etamiz. Bizlarni kuzatib boringlar. Salomat bo'ling.